O'rtoqlar barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ilhomjon Ibrohimov va aynan bugungi darsligimizda biz trading va investitsiya sohasi orqali qancha sarmoya kiritib, qancha daromad olib, qanday qilib boyib ketish mumkinligi haqida gapirib beraman. Ya'ni juda ham ko'pchilik o'zi bu sohaga kirayotganda qancha pul bo'lishi kerak, qancha bilan boshlasa bo'ladi, qancha bilan boshlasam daromad olishim mumkin yaxshi, qanchalik bu soha biz uchun muhim. Ya'ni umumiy olib qaraganda bizning asosiy ishimizdan tashqari bu sohaga biz qancha sarmoya kiritishimiz kerak degan savollarga javob olamiz o'rtoqlar. Endi men sizlarga ekranda oddiyroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Aytaylik, bizda ikkita odam bor. Mana birinchi odam ismi aytaylik Ali. Tak. Ikkinchi odamning ismi Vali bo'lsin mana. Demak, o'rtoqlar, bizda Ali va Vali degan ism bor ekan. Endi Ali ozgina boyroq odam, o'zini bizneslari bor, o'zi qanaqadir mulkka egalik qiladi. Vali esa mana juda ham xursand, lekin Valini bizneslari yo'q. U shunchaki oddiy aholi, o'rta oylikka yashaydigan, oylikdan oylikkacha kutib yashaydigan aholi hisoblanadi. Endi o'rtoqlar, Ali bilan Valini biz hayotni trading misolida ko'rib chiqamiz. Misol uchun, o'rtoqlar, Ali ham, Vali ham trading sohasini boshlamoqchi ekan va Ali trading sohasiga $10,000 sarmoya kiritibdi. Vali esa $1,000 sarmoya kiritmoqchi ekan. Endi o'rtoqlar, kelinglar yozamiz. Demak, $10,000 sarmoya bu Alining sarmoyasi, $1,000 sarmoya esa bu Valining sarmoyasi. Mana o'rtoqlar, ikkita odam ham trading sohasiga sarmoya kiritdi va shundan so'ng o'rtoqlar, ular bir xil aktivlarga sarmoya kiritishdi. Ya'ni Ali ham, Vali ham bir xil aktivlarni sotib olishdi. Endi shundan so'ng Alining aktivi ham, Valining aktivlari ham 10% ga o'sdi. Ya'ni plus 10%. O'rtoqlar, mana ikkalasining ham aktivlari 10% ga o'ssin. Biz ikkalasini ham hisoblab chiqamiz. Endi o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, Alini aktivi boshida $10,000 bo'lganligi uchun, agarda uni aktivi 10% o'ssa, u qancha daromad qiladi? $1,000 daromad qiladi. Ya'ni bitta aktiv 10% o'sdimi, $1,000 daromadi bor. Endi bizda yana bitta odam bor edi, bu Vali. Endi Vali, afsuslar bo'lsinki, atiga $1,000 bilan boshlagan. Lekin boshlagan va uning aktivi ham xuddi shunday tarzda, ya'ni 10% o'sib berdi. Shundan so'ng o'rtoqlar, $1,000 ga 10% qo'shadigan bo'lsak, uning daromadi $100 ni tashkil etar ekan. Ya'ni Ali $1,000 daromad qildi 10% o'sganda, Vali $100 daromad qildi, uning aktivlari 10% o'sganda. Ko'rib turganimizdek o'rtoqlar, biz aynan tradingdagi va investitsiya sohasidagi daromadimiz qancha sarmoya bilan boshlashimizga bog'liq. Misol uchun, kimdir srazu katta pul bilan kiradi, katta daromad oladi. Kimdirlar kichkina pul bilan kiradi, kichkinaroq daromad oladi. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda, siz biznesga qanchalik katta sarmoya kiritsangiz, sizning biznesingiz ham shunchalik ko'proq daromad olib keladi. Endi o'rtoqlar, kimdirlar aytishi mumkin, bo'ldi, значит bu juda ham kam ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb, bu hammasi bahona o'rtoqlar. Asosiysi boshlash. Chunki bu soha sizdan hech qanaqa joy talab qilmayapti ishlashingiz uchun. Hech qanaqa komissiya, hech qanaqa soliq talab qilmayapti. Shunchaki siz bu soha bilan istalgan joyda va istalgan vaqtda ishlashingiz mumkinligini bildiryapti. Endi kelinglar, men sizlarga oddiy odam o'rta muddatda, misol uchun oylikka ishlaydigan odam oyga pul ajratib qancha daromad olish mumkinligini sizlarga ko'rsatib beraman. Uzoq muddatda albatta, chunki bu sohani o'rganish birinchi o'rinda o'zingizning kelajagingiz uchun. Mana juda ham ko'pchilik
hozir qanaqadir ishda ishlaydi, biznes qilishga yoki qo'rqadi, yoki puli kam. Shuning uchun lekin qo'shimcha daromad olgisi keladi u odamlarni va shuning uchun o'rtoqlar man sizlarga aynan mana shunaqa o'rta hol oylikka ishlaydigan odam qanday qilib bu soha orqali ko'tarilishi mumkinligini hisob-kitobini keltirib beraman. Misol uchun biz o'rtoqlar buning uchun biz murakkab foizlardan foydalanamiz. Aytaylik, biz boshida $500 pul bilan sarmoya kiritishni boshladik. Trading va investitsiya sohasiga va har oy aytaylik o'rtacha $200 dan biz o'zimizni portfelimizni ko'paytirib bormoqdamiz. Ya'ni o'rtacha $500 dan so'ng har oy $200 dan sarmoya kiritishni boshlaymiz. Endi o'rtoqlar aytaylik bu sarmoyalarimiz bizga yiliga o'rtacha aytaylik 30% daromad olib kelsin. Endi bu 5 yilda bizga qanchalik daromad olib kelishi mumkin? Va o'rtoqlar ko'rib turganimizdek, biz umumiy holatda 5 yil davomida $12,000 sarmoya kiritgan bo'lar ekanmiz va $17,000 daromad olgan bo'lar ekanmiz o'rtoqlar. Biz esa umumiy summamiz mana ko'rishimiz mumkin $30,000 ni tashkil etishini ko'ramiz. Va o'rtoqlar, bu shunchaki to'g'ri sarmoya orqali qilingan daromad. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana boshida birinchi yil $2,400 to'ldirdik, ikkinchi yil $4,800 bo'ldi, uchinchi yil $7,200, to'rtinchi yil $9,600, oxirgi yil $12,000 bo'ldi bizning sarmoyamizning umumiy miqdori. Va mana bu yerda o'rtoqlar qanchalik bizning sarmoyamiz oshib borgani sari bu yerda daromadimiz ham shunchalik oshib borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va o'rtoqlar mana bu yerda ham aynan o'sha umumiy hisob-kitoblar bilan keltirilgan. Misol uchun mana $500 dan boshladik. Oyiga $2,400 sarmoya kiritdik. Umumiy $2,400 sarmoya bo'ldi o'sha yilda va $870 daromad birinchi yil o'zida daromad qildik. Va o'rtoqlar umumiy miqdorda biz birinchi yilda $3,770 daromad qilgan hisoblanamiz. Keyingisi mana xuddi shunaqa tarzda $3,770 bilan biz boshladik yilni. Yilga $2,400 biz sarmoya kiritdik. $4,800 umumiy miqdorda bizni sarmoyamiz bo'ldi va ikkinchi yilda biz $1,800 daromad qildik o'rtoqlar. Va bu yerda yana umumiy qimmat va aynan mana shunaqa hisob-kitoblar orqali bizda $30,000 kelib chiqdi. Endi kelinglar o'rtoqlar, shuni 5 yilga emas, 10 yilga qilib ko'ramiz. Mana 10 yilga qilib ko'ramiz. Mana o'rtoqlar, endi 10 yilda ko'rib turganingizdek, bu juda ham katta summalarni tashkil qilar ekan. Ya'ni 10 yil kimdir uchun ko'p, to'g'ri. Lekin o'rtoqlar, qarang. Atigi $24,000 sarmoya kirityapsizda, lekin bu orqali siz $115,000 deyarli daromad qilyapsiz. Ya'ni agarda bu bizning aktivlarimiz yiliga 30% dan o'sib bersa, mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Mana bizning sarmoyalarimiz kichkina, lekin daromadimiz yildan yilga sezilarli darajada o'zgarib, kattalashib bormoqda. Va bu o'z o'rinda bu sohani hoziroq boshlab, bu sohaga hoziroq kirib o'rtoqlar, aynan uzoq muddatli savdoda ham sizga kerakli va katta daromadlarni olib kelish ehtimolligini beradi. Faqatgina buning uchun o'rtoqlar kerakli bilim, tajriba talab etiladi. Va o'rtoqlar, kimdir uchun bu juda ham katta vaqtdir, lekin o'zingiz o'ylang, o'zingiz oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun, kelajagingiz uchun siz aynan mana shunday tartibda to'g'ri daromad qilgan holatda, to'g'ri sarmoya kiritgan holatda pullaringizni jamg'arib bo'lsangiz, bu sizga albatta o'rtoqlar juda ham yaxshi samara berishi mumkin. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, $24,000 bizning sarmoyamiz $139,000 ga aylandi. Va o'rtoqlar, bu yerda ko'rishimiz mumkin, xuddi shu narsa faqatgina 10 yillik hisobda. O'rtoqlar, men sizlarga tradingni har qanaqasiga boshlash mumkinligini keltirib berdim. O'zingizlar ko'rdinglar va siz ham trading sohasini, investitsiya sohasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, men o'zimni shogirdlik dasturimni ochganman. Ushbu shogirdlik dasturi Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Ushbu shogirdlik dasturiga biz aynan mana shunday kichkina summalar bilan ham boshlashni va shu bilan birgalikda tradingda kriptovalyuta va aksiya yo'nalishini bilimlarini berib boramiz va o'rtoqlar, keyinchalik komandamizga qo'shilib, bizning jamiyatimizni bir qismiga aylangan holatda birgalikda daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Agarda bu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning va barchangizni kutib qolamiz.